Assalomu alaykum. Limon ko'chat ishqibozlari. Kechadan beri video qilmadik. Mana limonlarimizni xohlasa o'g'itlari berilgan. Bugungi videomiz asosan foydali maslahatlar bo'ladi. Ko'proq limonlarimiz xohlasa mevasini ushlab qolganman. Meva ushlashni boshlagan, gulini to'kib juda ham ko'p meva ushlab qolgan. Xudo xohlasa mana chiroyli qilib ko'ylab o'g'itlarini berganmiz. To'g'risi vaqt bo'lmay qoldi. Ishlar ko'payib ketdi. Ozgina bu yoqda gullab mevasini ushlab yotibdi ko'chatlarimiz. Shunaqa qilib mana limon uchun eng foydali narsa mana shu o'g'it bo'ladi. Molni go'ngi. Buni iloji bo'lsa kuzda bekitishdan oldin bosib qo'ysalaring, qishi bilan o'g'itlanib, bahorga xudo xolasa nima deydi, quvvatni yaxshi oladi yerda. Mana mevalari ushlab qolishi, mana shu mevalarni ushlab qolishda eng katta foydali nima shu o'g'itlar bo'ladi. Buni o'zim men qishda qilishim kerak. To'g'risi bu parnigimizda ko'chat saqlandi. To'la ko'chat edi. Bu yoqdagi narigi parniklar ham to'la ko'chat edi. Endi vaqt bo'lib men endi solyapman. Aslida buni o'zi kuzda qilish kerak edi. Mana bu ko'chatlarimiz ham xudo xolasa gullab mevasini ushlash jarayonida mana. Ko'pchilik yana telefon qilyapti menga, ko'chat bormi? Biz ko'chat sezonida to'xtatganmiz akalar. Nimaga desanglar, endi bu yog'iga ko'chatlar ko'klashi ozgina qiyinroq. Ellik ko'klash ham, ko'klamash ham. O'shaning uchun biz endi ikkita maslahat bermayman. Endi ekmoqchi bo'lganlar, xudo xolasa kuzda yoki bahorda ekishsa yaxshi amal oladi. Bu yoqda bu limonimizni ko'ringlar mana. 3 yasharlik ko'chatimiz mana. Meva solganini ko'ringlarchi. Mevalarni tugib qolgan. Mana shu xudo xolasa mana shu o'g'it bilan juda ham zo'r bo'lib ketadi bu. Bu yoqda limonga ulaganmiz. Mana mandarin ulaganmiz. Bular ham mana xudo xolasa ushlab qolgan. Mana ko'chatimiz ham xudo xolasa katta ko'chat edi. Mana buni sovurib ketgan. Mana shu 3 yil deganda shaklga keldi endi mana. 3 yil, 4 yil deganda mana shu shaklga keldi. Endi ko'z qiymadi, o'shaning uchun kesib yangilamadik. Endi bitta mana shu qolib ketgan. Qolganlari mana hammasi yangilangan ko'chatlar. Mana shu bitta boshda qolgan. Bu yoqda kichkina 2 yoshli mandarinimiz ham xudo xolasa patra gullab mana bu yoqda sob yotibdi, ko'rishingiz mumkin. O'g'it yaxshi bo'lgani uchun mana shu kichkina 2 yoshli ko'chatimiz bo'lsa ham shuncha meva ushlab qolgan, ko'rishingiz mumkin mana. Mana shu o'g'it xudo xolasa eng foydali. Yangi ko'chatlarga solishni maslahat bermayman. Juda ham ko'pchilik ko'chatlarni olyapti-da bizdan. Mana shunaqa go'ng ekib qo'yapti, yo tag go'ng solib qo'yapti. Yangi ko'chatga go'ng kuchlilik qiladi. Mana buni ko'chatlarimiz o'rnashib bo'lgan. Mana mandarinimiz ham o'rnashib bo'lgan 2 yillikmi shunaqa ulangan. Mana tomiri limonniki, lekin katta ko'taradi bu ko'chatlar. 1 yil o'rnashib olish kerak yoki 3-4 oy, 5 oy, 6 oy o'rnashib olgandan keyin buni qilib go'ng bossa ko'taradi. Yo'qolsa ko'tara olmasa, balki sarg'ayib, balki to'kilib yoki qurib qoladi yoki boshqatdan chiqaradi noldan. Bu limonimizni ko'ringlar mana. Xudo xolasa gullab mevasini ushlash jarayonida limonlarimiz. Akalar, xudo xolasa ertaga biz safarga ketamiz. Endi hojatani o'zi videolar qilib turadi. Ozgina safarimiz bor. Xudo xolasa ertaga aytaman. Qalamchalarimiz ham mana shu limonlarimizni qalamchalarini qilganmiz 10 ming taboqqa. Ular video obzor qilib ertaga men xudo xolasa YouTube'ga joylashga harakat qilaman. Men suqqan jarayonni video qilganman. Suqqan jarayonni endi xudo xolasa shu ko'klagan jarayonni men sizlarga video qilib tashlab beraman ertaga xudo xolasa. Vaqt bo'lmayapti, hozir ishlar ko'payib ketdi. O'zim ham video qila olmay qoldim. Kanalga chiqib ketib qolmanglar xudo xolasa.
yana kuzda sezonimiz boshlanadi. Iloji boricha bu yog'iga hojatani o'zi video tayyorlaydi YouTube'ga. Bu yoqda mandarinlarimiz ham gullab, mevasini ushlab, gulini to'kib bo'lgan mana. Mevasi faqat mevasi qo'ygan. Bu mandarinimiz ham mana ko'ringlarchi. Eron sortidan bu medovka emas. Mana patrab hujum bo'lib mevasini ushlab yotibdi. O'zi bu katta mandarin ko'chati edi. Bu ham sovuqib ketdi. Kal bo'lib qoldi. Endi mana mana shu holatga keldi. Ko'rishingiz mumkin. Mana shu limon bilan tengiydi bu. Yo'q, quyosh bo'lgani uchun ozroq xira chiqyapti. Ko'rishingiz mumkin. Mana shu mashhur 2-3 kilo soladigan limonimiz. Xudo xolasa bu yil ham mana shu shoxlari xudo xolasa yerga tegib qoladi. Mana shu ushlab qolsa mana shu shoxlarimiz xudo xolasa yerga tegib qoladi. Kuzga yana bir ular videosini qilaman. Mandarinimizni ham ko'rishlaringiz mumkin. Qanaqa hosildorligini.